Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Xayrli kun, xayrli kech aziz do'stlar. Mana men kechagi videomda turnir haqida sizlarga aytgan edim. Mana bugun bu turnirlarning ikkinchi qismini ham boshlab yuboramiz. Bu galgi Brokers kompaniyamiz bu juda ham qiziq bo'ladi sizga aziz do'stlar. Qani ketdik aziz do'stlar. Albatta hozir videoning oldidan kanalga bitta podpisatka bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'y va albatta videoga bitta like bossangizda juda ham xursand bo'lardim. Qani bo'lmasa, mana aziz do'stlar, mana Binomo Brokers kompaniyada turnir bo'lyapti. Men qatnashyapman. Menga bugun $100 beradi har bitta turnirda. Men $100 pulni mana do'stlar ko'rganingizdek $425 qildik. Bu juda zo'r natija. Endi bu yerda bilmadim qancha bankni ko'tarish kerak bir kunda. Men $425 qildim. Agar sizga ham shu turnirlar yoqsa, bepul, hech qanday pul solmaysiz. Endi hozir sizlar uchun bir ikkita сделка qilib ko'raman. Hozir trend bo'yicha bunday ketyapti. Xo'p, shunaqa qilib aziz do'stlar, hozir biz bitta audio Avstriya dollar bilan Yaponiya yen o'rtasidagi bitta сделка qilib ko'ramiz. Siz malakani $20 qilib belgilaymiz. Endi sizlar ham bilganingizdek qilib belgilashingiz vaqt albatta bu yerda 7 minutga qo'yaman. Hozir trend bo'yicha bitta uramiz. Tepaga zelka ochdik. Agar shunaqa gap aziz do'stlar, tradingda shoshma-shosharlik yaramaydi. Umuman men shu sohaga kirganimga 1 yildan o'tdi. To'g'risini aytishim kerak, bu sohada oldin juda ko'p zararlar, minuslar ham juda ham ko'p bo'ldi. Albatta azartga berilish bu yerda juda ham ko'p aziz do'stlar. Shuning uchun malakani oshirib, shu yerda pul ishlasangiz bo'ladi. Bu bo'limlarda ro'yxatga o'tish juda ham oson. Endi men qisqasi turnirlar, Brokers kompaniya turnirlar haqida oldingi videoda va'da bergandim. Albatta keyingi turnirlar haqida yana va'da beraman. Qaysi Brokers kompaniyada turnirlar bo'lyapti va yutuqlar qanday. Misol sizlarga do'stona fikrim, turnirlarda qatnashing. Mayli g'olib bo'lmasangiz ham o'zingiz uchun bir bankingizni ko'tarish uchun bir motivatsiya bo'ladi-da. Qancha ko'tarilasiz bankingiz misol azartga berilish hissidan ichigina misol bu yerda bir kun yutqazib qo'ysangiz ham keyingi kun misol yana bir turnir bo'ladi-yu. Shunday qilib yana ikkinchi kun siz o'z kuchlaringizni yana shu turnirda nima qilishingiz mumkin. To'g'ri, turnirlar har kun bo'ladi. Binomo.com Brokers kompaniyada ham. Endi siz xohishingiz, misol trend bo'yicha bizlar tepaga zelka qildik. Hozir ko'ramiz. Endi bizning zelkamiz qanchalik plusga kiradi yoki minus bo'ladi. Endi bu ham bir yaxshi Brokers kompaniya. Endi realda ishlash uchun bu yerda bilim juda ham muhim. Men o'zi bu Brokers kompaniyada ishlamayman. Prosta shu turnir bo'ladigan, shu qiziqib hozir ko'ramiz. Soniyalar qoldi o'sha. Afsus bizlar bu yerda minus bo'ldi. Hech qisi yo'q. Balkim plus bo'lar degan umidda edim. Afsus minus bo'ldi. Mana shuniga qarab bizga ham davomni ko'taramiz. $100 qilamiz. Albatta 9 minutga tepaga parashyut beramiz. Xo'p, nega men tepaga ochdim? Mana sejalar yo'nalishi bo'yicha trend qaytib kelyapti. Tepadan bo'lishi mumkin. Endi bu do'stlar, bu trinovka desa ham bo'ladi. Turnirlarda qatnashish siz har doim pul sola olmaysiz-ku. Misol oylik maoshingiz yetmasligi mumkin, yo bir boshqa ishlar bilan yetmasligingiz mumkin. Shuning uchun turnirlarda iloji boricha
Parashutni qayrab ochgan edik. Grafik bu yoqqacha tushibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Bizda bankimiz yetarlicha. Bemalol misol biz ham pastdan bitta ochamiz endi. Birinchi сделкам uchun plus minus bilib qolish kerak. Xo'p, aziz do'stlar, videomiz juda cho'zilib ketdi, lekin video oxirigacha ko'ring. Bitta pauza qilib qo'yaman. Sizlarga qilib olay, aziz do'stlar. Minus bo'lib qolmasin. Keyin sizlarga qaytamiz yana. Mana aziz do'stlar, $425 edi, $473 bo'ldi. Videomiz juda ham cho'zilib ketishi mumkin aziz do'stlar. Shunday qilib binomoda ham turnirlar bo'ladi, albatta. Masalan, mana bugun istoriyam bir ko'rsatib o'tay aziz do'stlar. Mana $200, mana 3ta, 2ta, bitta, 2ta, 3ta, qarorchi minuslar, pluslar ham bor. Endi hammasi shunaqa aziz do'stlar. Endi kimni xohishi bu binomo brokers misol silka manzilini описаниеda qoldiraman. Turnir bo'lyapti. Mana misol mana men turnirda qatnashyapman hozir. Mana Bobur Ro'ziyev, men kamina $3000 mi deyman-da, 3000mi, $300mi, xullas shunaqa azizlar. Fond. Hozir men mukofot qancha olishim bilmadim endi hozir. Aziz do'stlar, hozir buni bir ko'rib o'tamiz. Hol bizga hol bor ekan. Bilmadim endi aziz do'stlar. Men 54-o'rindamanmi? O'rin juda ham ko'rsatmas ekan. Pocket optionda juda ham ajoyib bo'lardi. Bu yerda ko'rsatmayapti. Biz hali juda pastgamiz deyman-da. Xullas aziz do'stlar, bu yoqqa hech qanaqa pul yo'q. Mening uchun juda tushunarsiz ekan. Xo'p, aziz do'stlar, endi bu Brox kompaniyada ham misol ishlab turnirda g'olib chiqsangiz bo'ladi, lekin aniq bank necha pulgacha ko'tarish kerak, siz xohishingiz qancha ko'p ko'tarsangiz, menimcha baribir pulni berish kerak. Bu haqqoniy. Binomo brokers kompaniya shu bilan videoga yakun yasayman. Turnirlar davom etadi. Hol yana brokers kompaniya bo'yicha turnirlar bo'lsa, sizlarga video qilib ko'rsataman. Agar kim yana turnirlarda qatnashib, g'olib chiqmoqchi bo'lsa, albatta bu o'zingiz uchun bir motivatsiya berib, turnovkada bir zanimatsiya qilasiz turnirlar. Masalan, pul solib qo'yib bir kun misol minusga kirib ketib, ikkinchi kun pul topa olmaysiz. Bu yerda har kun pul beradi. Siz shu pullardan olib foydalanib, misol bankingiz ko'tarib, balkim g'olib chiqishingiz ham mumkin. Sizlar bilan Bobur Trader kanalida qoling. Xayr, salomat bo'ling.